Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizni obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari mana shunday yemga tayyor qo'zi qo'chqor ishqibozlari. Hurmatli obunachilar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, shu Arzanchi O'ttumchilar qishlog'idan Sherzod akamizning xonadonidamiz. Bugun 14-dekabr 2025-yil. Videolarimizni oxirgacha ko'rib, bittadan like-ni bosib, mana shunaqa qo'chqorni arzoni kelib qolsa, o'zim olaman degan obunachilarimizga xudo xolasa bemalol tavsiya qilib, videoni o'tkazmasdan oxirgacha ko'ringlar. Videoni yaqin birodarlarga, akalarimiz mana shunaqa simjon qo'chqor chiqib qolsa, menga tashlab qo'ygan akalarimizga videoni jo'natib qo'ysa. Qani, Sherzod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saidullo hoji. Aka, kimsiz? Rahmat. Qo'ylarni yaxshisidan kelibsizlar bugun. Qo'ylar o'ta udordan kelgan bugun. Narxi ham bomba bo'ladi. Narxi arzon bo'ladimi? Suv tekin bo'ladi. Suv tekin bo'ladimi aka? Like bosganga 100 ming o'tamiz. Podpiska bosganga 100 ming o'tamiz. Kommentariy yozganga yana 100 ming. Gap yo'q aka, rahmat. Xudo xolasa. Birinchi partiyasi soni nechta aka? Birinchi partiya soni 17 dona. 17 bosh qo'zi qo'chqorlar, xudo xolasa. O'pish soni nechta bosh chiqadi? Necha partiya chiqadi? O'pish 4 partiya chiqadi. 4 partiya, hurmatli obunachilar, xudo xolasa. Qo'limiz partiya. Birinchi partiya. Qo'limizdan kelgancha video qilyapmiz. Kamchilik, xatolar bo'lsa oldindan uzr so'rab, xudo xolasa yosh oyliklar necha oylik bo'ladi aka? Yosh oyligi 11-12 oylik. 11-12 oylik obunachilar mana shunaqalarni xudo xolasa yem-yegan mana. Badani ham to'la. To'la badallar. Bir qar jun ichida emas bular. Mana hammasi xudo xolasa yomonlaydigan yo'q ekan. Hammasi qo'chqor bo'lib qolgan ekan mana xudo xolasa mana. Oldilaridan ham bir qator ko'rsatib, oyoqlarini qarang baquvvatligini xudo xolasa. Videoni boshida aytdilar, arzon bo'ladi dedilar xudo xolasa. Bu Sora aka. Sora. Yosh oyliklar necha oylikka beramiz? 11-12 oylikka beramiz. 11-12 oylikka. Xudo xolasa. Dastlabkilarni qayergacha qilib beramiz? Dastlabki Toshkentgacha yog'ini kelishaveramiz. Mana simjillar. Buni ming maqtaganimizda narxi bundan pul. Narxi bo'ladan qilib aytib qo'yinglar. Siz kanalimizda yangisiz aka. Yangimiz, Qancha arzon qilib bersangiz obunachilar shuncha yaxshi bo'ladi. Kommentariyaga yaxshi fikrlar bildirib ketishadi. 5,5 demaymiz. Ya demaysiz, ha. 52 ham demaymiz bo'pti. Nech puldan deysiz aka? Siz birinchi qo'lsiz. Sizga birinchi nima qilib olib kelasiz o'zingiz? Birinchi qo'ldan. 5 milliondan ketaveradi bu joyga. Kam bormi? O'tadan xonasi bormi? O'tib ham beramiz. Nech pulda o'tib berasiz mana? Videoda o'tib beraman, dangal o'tib beraman. 100 mingdan mana o'tib berdim. Dastlabki qayergacha bo'ladi? Samarqandgacha bo'ladi dastlabki. Hammasini olishda o'tib berasizmi? O'tib beraman. Sunnatiga o'tib berasiz, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, xudo xolasa o'tib beraverasiz, o'tib beradilar. Hammasini bir joyga olishsa, tanlab olishga nech puldan bo'ladi? Nech pul plyus bo'ladi? Videoda aytib ketdim. 100 ming ekizning plyus bo'ladi, holatiga qarab. Tanlashlariga qarab, Tanlashlariga qarab. Agar endi hammani sharoit har xil, kimdir bittaga, kimdir ikkitaga, yarmidan deb bo'lib olishsa qanaqa bo'ladi? Ketaveradi o'sha narxda. Cho'pancha bo'lib olsa ketaveradi. Mana xudo xolasa mana akalar, telefon qilaverasiz aka, bu bozor, magazin narxi emas, xudo xolasa o'tib beradilar. Chiroyli qilib o'tib beradilar. Bitta ikkitaga dastlabki qayergacha bo'ladi aka? Masalan 5 ta ol deysiz, 5 taga. Toshkentgacha bo'laveradi. Qolgani kelishadi. Bittagachi, masalan. Toshkentga ketaveradi bittaga ham. Gap yo'q masalan. Hurmatli obunachilar, endi xudo xolasa bo'ladi qarab, ketingi partiyalarda olib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Obunachilar, bitta oqi bo'lsin degan kalarimizga, ikkinchi partiyasiga qo'chqorni o'ta suyakli variantlaridan. Soni nechta aka buni? Soni 8 dona. 8 dona, xudo xolasa o'zim boqaman maza qilib degan akalarimizga bemalol tavsiya qilib qolamiz. Ichida bir dona oqi, bir dona sarig'i bor ekan. Bo'ylari nechiga beramiz bularni? O, kashtanlari bor ekan. 80 plyusga beramiz. 80 plyusga. Yeb ichsa, bir hattasini olsa sog'lom, xudo xolasa mana. Bu kallalarni qaranglar. Xudo xolasa qo'chqor kalla bo'lib qoldi. Hammasi mana bundoqqan, yo'tal kusal yo'q ekan. Realnisi aka sog'lom ekan. Shularni oling. Narxini ham hozir eshitamiz. Arzon qilib beraman deyaptilar. Narxini bir joyga olishsa 5 million 300 mingdan qilib beramiz. Videoni boshida aytasiz. Men aytdimki, arzonchi bo'laman. Bo'ldi mana. Sizni kanalingizdan ko'rib keldim deysa, o'tib beraman dedingiz. O'sha gap. Podpiska bo'lsa 100 ming o'tib beramiz. Kommentariy yozsa
100 ming o'tib beramiz. Like bosib qo'ysa 100 ming o'tib beramiz. 5 milliondan bir joyga ketaveradi mana. Uy bo'lsa bo'ldi. Uy bo'lsa bo'ldimi? Uy bo'lsa bo'ldi. Gap yo'q, xudo xolasa mana. Obunachilar 5 million so'mdan hayriga o'tib berasiz, ha? Hayriga o'tib berasiz. Telefon qilsa sunnatiga ozmoz o'tib beramiz. Ozmoz, yaxshigina o'tib beraver aka. Hammasini bir joyga olishadi, klient bo'lib qolishadi. Telefon qilishsin. Gap yo'q, xudo xolasa mana obunachilar. Hop, bundan keyingi partiyalar ko'rsatib turamiz obunachilar mana. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, mana shunaqa kashtallar chiqadi. Obunachilar keyingi partiyalariga qo'chqorni zo'rlari mana. Oq yuzlilardan aka. Soni necha bosh? Soni 9 dona. Soni 9 dona. 2 dona sarig'i, qolgani qora kashtallari. Mana bir qator qo'ldan kelgancha ko'rsataveramiz. Videoda yaxshi ko'rolmadim desalaring, yana bir qator Telegram, WhatsApplardan tashlab beraverasiz aka. Tashlaveramiz, yo'q, so'radi. Bularni ham yeb ichishi yaxshi, sog'lom. Yeb ichiga bir hafta 10 kun garantiya. Yo'tal kusali yo'q ekan, mana qo'yladi. Oyoq qo'llari xolasa yaxshi. Hop, yosh oyliklarni necha oylikka beramiz? Yosh oyligin 10-11 oylikka olishaveradi. 10-11 oylik. Yemini yeb turgan aka. Yemini yeb turgan bo'ladi. Hammasini olib borib, dalshi baqaman desalaring, qurg'onlikkacha maza qilib boqasizlar. Go'shtni zo'r beradi bular. Foizini tarozini tutullaturadi. Hamma gap narxida. 1000 qo'ydi maqtaganimiz bilan narxi arzon bo'lmasa gapirish kerak yo'q-da buni. Bozorda 46-47 sotyapmiz. Siz lekin arzon qilib bering. Undan 46 deb turmang-da odamni hali qilib. Bo'ladigan 4,5 milliondan Toshkentgacha dastlabki qilib beramiz. Toshkentgacha dastlabkasiz. Hayriga ozmaz o'tib berasiz, hammasini bir joyga olishsa. Telefon qilishsin, bundan o'tib beramiz. Mana, xudo xolasa telefon qilaverasizlar, obunachilar. Bu bozor, magazin emas. Telefon qilinglar uka, mana shu qo'chqorlarni ko'rdim. Hammasini bir joyga olaman. Ichga o'tib ber hayriga obunasi desalarim, chiroyli qilib o'tkazib berib, dastlabkasini yetkazamiz. Bularni ham keyingi partiyalarga ko'rsataveramiz. Mana, hurmatli obunachilar, keyingi partiyalarimizga, oxirgi partiyalarimizga soni 5 dona ekan aka. Soni 5 dona. 5 dona qo'chqor. Xudo xolasa. Yeb ichishlari yaxshimi? Yeb ichishiga bir haftasini olishadi. Gap yo'q, xudo xolasa mana o'sha go'sht yo'nalishga boqaman degan akalarimizga kambag'alni bo'y qilur, cho'ntagini to'ldirur. Xudo xolasa yeb ichishlari zo'rmi? Yeb ichiga bir hafta sinab olishadi. Behijolat. Sog'lommi? O'ta sog'lom. Realist sog'lom bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa sog'lom ekan mana obunachilar. Mana obunachilar o'zlarining bir qator ko'rsataveradi. Narxini arzon qo'yapmiz. Yana kasal ekanda o'ylashmasin. Hisobi chiqqan, o'shaning uchun kirganiga. Gapingizga javob berasizmi? Javob beramiz. Nech puldan qilib berasiz aka? Gapiring mana. Oxiri 3 million 300 mingdan Toshkentgacha dastlabkasi bepul. Hammasini olishsa. Hammasini olishsa. Hayriga o'tib berasiz, ozmi? Hayriga ozmaz o'tib beramiz. Gap yo'q mana. Dastlabkasini yetkazib olib berasiz. Obunachilar arzon bo'ldi. Kanaldan telefon qildim deysa bo'ldi o'tib beradi. O'tib berasizmi? Gap yo'q mana. Hurmatli obunachilar, keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani qo'rasizlar, 100 ta 200 talab mana shunaqa qo'chqorlar bo'lsin. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qolsizlar akalar. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.